Qayerlarga kelib qoldim, chiqmadim. Ana, o'zim jonim o'zimni qishlog'im. Mana qo'yat qishloqqa yetib keldim bolalar. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Mana shu Felix bolalar. Xullas, men adashib yurdim va qishloqqa topdim. Lekin mana nima bo'ldi bolalar? Ketishimdan oldin bunaqa emas edi. Albatta bolalar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar videoga. Lekin buni bo'ldi. Assalomu alaykum. Stop, nimaga eshigi qulflangan? Nimaga hamma yopilgan, hamma yo'q? Umuman tushunmadim. Kim meni uyimni atrofini bunaqa o'rab qo'ydi? Yoki biror nima bormi-dir, bormi deysizlar? Biror narsa bormi yoki? Yana ishlat Felix, qanday kirsam bo'ladi endi bu yoqqa? Ay janob, qishloqqa endi qanday kiraman? Nimaga bunaqa qo'yishdi o'zi? Bilmadim, kimdir keyingi odamlar kelib aytishdi, короче, bu yerda xavfli modda bor deb, shunaqa qilib xullas bekitib qo'yishdi hamma yoqni. Nimaga aynan meni uyimni oldi? Bu qayerda buni? Okey, bo'lmasa o'sha bratlar qayerda? Bilmadim, ketib qolishdi. Yo-moyo, вообще nechesini bolalar. Как axir uyimni bekitib endi ketib qolishibdi. Xo'p, bola bir balo qilib endi uyimga kirib olishim kerak. Lekin nimaga atrofini o'rab qo'yishgan devor bilan? Bolalar, tezroq 5-tomon chiqsak, yuzimni ko'rsatib stream qilmoqchiman. Shuning uchun ham hozir kanalga obuna qo'yinglar. Va albatta, agar sizlarga karta yoki modlarim kerak bo'lsa, mana Telegram kanalim bo'ladi. Telegram kanal opisiya va kommentariyada bo'ladi. Albatta, hammangizni Telegram kanalimda kutib qolaman. Asta-sekin, astalik bilan. Okey, ana bolalar. Ko'ryapman hammasini. Bu yerda bir nimalar bor, sandiq imonatda qanaqadir ko'k narsa, qani Yabbila habbi. Ozgina qoldi bolalar. Ozgina qoldi. Lekin bizda qanaqadir panjaraga o'xshagan narsalar bor ekan. Bularni aniq otib bo'lmaydi, chunki kiyimga ilashib qolsa, aniq tamom bo'laman bolalar. Demak, hech kim yo'q, itam yo'q bola ichkarida. Lekin qanday qilib bo'lsa ham kirishim kerak bu yoqqa. Lekin qanday? Yabbila. Ozgina yo'q, stop. Hozir o'lib qolaman, вообще onasini yemsin. Xo'p, qanday kirsam bo'ladi bolalar? Qani yoki buzsa bo'larmi? Nima deysizlar eshikni? Eshikni buzib yo'may bolalar. Buzib bo'lmayapti. Day devorichi. Yo'qda, devori ham buzib bo'lmayapti. Aniq bolalar. Lekin qanday kiraman ichkariga? Endi qayerda yashayman bolalar вообще? Siqilolma onasini yemsin. Qayerda yashayman endi? Qirib turaman endi. O'yla Felix, qanday qilibdir bola bu yoqqa kirishim kerak. Lekin qanday? O'yla Felix, o'yla. Yoki biror kalit topish kerakmi onasini yemsin. Merdan so'ragan bo'lardim, ammo mer ketib qolganlar qo'shni qishloqqa bugun ertalab. Endi qachon keladilar noma'lum. Lekin uyimga kirishim kerak, qanday qilib bo'lsa ham. Lekin qanday bolalar miyam umuman ishlamayapti. Albatta bolalar, agar sizlar uyga qanday qilib kirish mumkinligini bilsanglar, albatta kommentariy yozib qoldiringlar, qanday qilib kirish mumkinligini aytib. Lekin hozir men miyamga umuman hech pul kelmayapti, onasini yemsin. Qanday kirish mumkin? Как? O'ylash kerak bola. Stop. Balki biron bir uyda bu narsa bordir-a? Nima deysizlar bolalar? Yo'q, bu yerda hech balo yo'q. Mana sandiq bor ekan, hozir ko'ramiz. Bu yerda hech balo yo'q yana. Stop, mana bo'ldi bu yana. Ilitaram men nima qilaman, onasini yemsin. Okey, kiyib olamiz bolalar. Lekin menga uncha foydasi yo'q va kichiklashtiradigan narsa. Qiziq. Bu nimaga kerak bo'ldi? Stop. Davay bolalar, ozgina qiziquvchilik qilib ko'ramiz. Yo'q, bolalar. Это что за mazza? Bunda kichirish ancha foydali. Lekin buni вообще menga foydasi bor. Uni o'rniga biror foydaliroq narsa, masalan, kilkami yoki boshqa narsani topish kerak. Okey, yo'q. Hech balo yo'q bizning qishloqda. Bizning qurumsoq qishloqda umuman hech balo yo'q. Stop, bolalar. Mana tepasiga chiqib. Bolalar. Menga вообще genial fikr keldi. Umid qilamanki o'xshaydi, qani bolalar. Yo'may, bo'lmadi-yu. Yo'may, jonim bola chekib oldi o'zi ham. Jonimni qurtday ichib oldi. Stop, axir bizda kichraytiradigan narsa bor-ku.
Bo'ldi bolalar, men interaktiv ishlayapti endi. Bismillah, endi o'tiramiz u tomonga, o'tamiz endi. Okey, o'xshadi bolalar. Yo-moyo, sekin, sekin. Aha. Okay, let's go bolalar. Bir amallab potga qo'yib oldik. Da bolalar, umid qilamanki hech kim bilmaydi. Endi sekin. Okay, let's go. Come on baby bolalar. Davay batut tomonga, batut sekin bo'tda bolalar. Bo'tda o'zin odam bor ekan. No, what's that? Yo-moy, batut bolalar rostdan ham. Qanaqadir suv. Bo'tda valla favori yo'qdi lekin. Bo'tda aniq favori yo'q edi. Lekin eshitib qolmasam mana bolalar. Bo'lmasa la'nat chaqirib kelishi mumkin. Menga esa hozir ortiqcha problema. Umuman kerak emas. Sekin boramiz bola, qanday nima ekan. Okey, qanaqadir suv bolalar. Lekin bu yo'may bolalar, qanaqadir dabdala suv вообще. Juda ham to'q suv. Qanaqa deyam bormi, onasini emsin. Stop. Bolalar, bo'lmayapti. Chiq davay. Yo'may bola, chiqib olmayapman. Okey bola, chiqib oldim. Mana brat qani endi. Qizig'i yo'q bolalar. Mana sanoqli nom bor ekan. Qanaqadir narsa. Nima kerak bu bolalar? Tushib ketdi. Men umid qilamanki hech ular qilmaydi, to'g'rimi bolalar? Men teganim yo'q вообще. Endi bu yerdan chiqib olish kerak bolalar. Meni uyim hech bola yo'q ekan bolalar. Xavfli narsa bor, u deyisha to'g'ri. Hech bola yo'q ekan. Da. Okey, yo'q ekan. Короче, bola hozir o'ylab qoldim, agar bu yerda so'ragan narsam borga sanoqdagi o'shani olib qo'ymasam, aniq bu yoqqa kelib, men kirganimni bilishadi, lekin hozir bilishmaydi. Xo'p, endi u qayerda ekan? Topish kerak bo'ldi. Stop. Bola bu bunaqa masala lekin. Men bu yashil bo'lib qoldim bunaqa. Tushunmadim. Bola bunaqa masjid. Da, bola umuman bunaqa masjida. Qanaqa chiriyotgan. Yo, nima bo'pti? Bola nima bo'pti? Yo'may. Bola nima bo'pti? Nima qilishim kerak buni? Qanday o'chiradi buni? Bola, men nima qilib qo'ydim? Короче, bola, men bu yo'qdim. Короче, sakra tezroq. Sakra bo'lib qolishmasdan. Yaxshilab sakra. Yaxshilab. Okey, endi bor. Bor Felix. Olg'a lochindek uch. Deydi bola. Короче, endi bu yerdan surish kerak bola. Tezgina bu yerdan surish kerak. Qanaqadir bola bizda xavfli narsa borda. Aytishganidek bor ekan. Jonimni chekib oldi yana. Hadi bola buni nimaligini yana boshlandi. Buni nima qilish kerak o'zi? Okey bolalar. Panika qilmasdan. Davay.